Siz kız dostu ba? Voy hatta siz tık birga oturup tamak mı yiyiştinmi? O kızlar kimken? İsmi Nergize. Nergize? Adam başında. Dönsün olsa gel düşürür. Senden? Ben bu konu motorunu binip yürüyüvermey. Mukum bir ayet işlep, oturtup, maşını birine alıp, ayakının peşini sürüp yaşayın. He, eli kız bana maşinasını selip şermişe tügleydi ağıma. Onu mu sanı ben, sizi mi sanı ben? Ha, asli müşe şükende. Size işxana xizmeti qilsin, qo'shimcha boshqaruvchilik xizmatini qilsin deydi. Nağdı yak desem şu zo'lab yaparamsizlar. Ay neymiş davomli direktor degan yerdan chiqmaysiz? Neymiş odamlar qarshilisiz? Nergize nimdi da? Nimdetime bala. Ben o kızlarını yaktırmayım. Şununla kendine edem sap koydum. Bana bulmaktıma. Ama Nergize'nin aklı sapığa şpiyonunu takip koy. Tüyenden başlap sen üzüm tutuvarsın. Menin aldığım kuçurap kalsa tuğulğalığa kuşayma kalır ödüm. Adam geldi. İbrahim ben siz ne çıkarttım deyme dokunum kevamanda. Bu nimda meni görsünüz mü? Bu çırağınızı türüp kapıqınızı açmaysanız. Özünüz bilersiz neymiş kırdınız ne? Ben nim kılım sizge? Dükkandan çıkarsınız çırağım açıldı meniki derhal çıktım. Siz bu dükkan tutsanız ben neye görme? Ne basınız bağmamsız benim imkarım var. Ya karanımda tamak yetkili. Vaktim yok. Siz bu dükkandan ayda versiniz talağa çıksam teş işe karan. Apta büte küte etmem. Çiğ oyunun badana olsun benim. Ütülüp gelsem kanda kılamı. Yutulup gelsiniz doktorxonaga berib yettog'man dardingizni to'kib bermay do'kondan chiqarsizlar bo'ldi. Bana tola kopal tigi ver bana. Cuma qo'sqam içip ketdi men ama dükkanımda pulga narsa yesam o bo'la. Yeysiz yeb nimni yeysiz bir chiqiting ha. Kan. Yedi bak dünyası belki ütülüp geçiyordu. Yemsiz, iman qilay. Bo'lgan bo'lsangiz teshik chiqib yamadigan do'kon. Su. Birader içemsen, o'zim iman qilaman. Ha? Oya. Siz do'kondan chiqiting deyapman. Dükkandan çıkarsam ne buldu ha? Nergize, dükkan taksınız, siz sıra çıkıp paranızı şey. Nimni paranlashimiz? Rifat, men onun bilan yurishni oldim, siz bilarsiz. Anladın ha? Ma dükkandan bir kuni necha pul savdo bo'lganini bilamsan? Bir kuni 5-6 ming qo'y savdo bo'ldi, ishni taqab teshig'i chiqdimi sen bilan? Ha, işlerimi kılamasın. Chiqa adaj dükkandan. Ya men gap qilyapman, chiqa adaj. Nergize, biz en yaxshi sıra çıkıp paranızı şey. Rifat biz deyishgidek gap qolmadi. Men avashchiq deb demay darhol ketansiz uyingizga.
Rifat qo'lim qo'yutan dedim. Men hech qachon tutgan qo'limni qo'yib boqmagan. Rifat. Nima qilyapsiz? Opa. Nima meni qizim so'rab yursiz? Mening Nargiza deydigan ozroq gapim bor. Siz kim o? Ha? Mening ismim Rifat acha. Rifat? Ha, meni qizimni olib chiqib, shu oskilab taqma tukkan kelib meni bolamni so'rab yuryapsiz. Nomusni bilamsiz, bilmamsiz? Acha, ishlarni siz xato tushunib qoldingiz. Nargiza ishkalarning bir-birimizga ozroq ko'ngli bor. Lekin ishkalarning o'tirsiq bir so'g'oqchilik savatidir. Men bugun bu ishlarni oydinlashtiryapman. Shu Nargiza ishkalarga yarim soat vaqt bergan bo'lsangiz. Rifat, ishkimizni orsiz deyish kerak, hech qanday gap yo'q, tezda uyingizga qaytib. Nargiza. To'xta. Bundan keyin meni qizimni ikkinchi izlikchi bo'lmang. Bo'lmasa men siz bilan boshqacha hisoblashaman. Men buni ma'qul demayman acha. Men yana kelaman Nargiza. Men qara. Mahbali bilan yana ikkinchi izlikchidan bo'lsang, aputqadan chiqildimi? Ay Imron degandimi? Oldingmi? Gap qil. Quruq ko'lga qarab o'tirib zirikmadingizmi? Ya. Acaba yiningizda mendek chiroyli qiz oldin bir so'tdasa, zerikishli tez qotamsiz? Men pek zirikib ketdim. Prayaga borib kelsa qanday? Ma'qul. Nega bormiz? Ketib yugurib naqsh o'qib kelaylik. Ishkimizlanma. Boshqalarni chaqirsak daxl qildik. Ikkimiz borib kelmandoq. Ma'qul. Berib kelaylik. Voy Shayda. Men siz bilan qachon ko'rishman? Ha, ma'qul. Peshingiz uchib bilan boray, ha? Mening ishim chiqib qoldi, boshqa kuni boraylik-ku. Ha? Tozim bir suyuq balkina bu. Ben nima xizmat qilaman? Sexda ishlab chiqarish bo'limida ishlaysiz. Ha, asosligi nima xizmat? Asosligi buzilgan uskunlarni yasash bilan shirkatning ichki qismidagi materiallarni yetkazish xizmatini qilasiz. Ha, ma'qul. Unda biz to'xtamga imzo qo'yib o'tamisiz? Bo'ldi. İşten tushadigan vaqtingiz bo'lib qolibdi, tomoq yeb kelmamdoq. Hali qizol bilan tomoq yeng. Bugun siz bilan yeyishga ko'nglim tortyapti. Bugun uyda boshqa ishim bordi, meni uyga olib qo'yinglar bo'lsa, tomoqni keyinchi bir ay kun yeymiz. Ha, ma'qul bo'ldi. Jo'raymisan? Hey. Qanday yine yaxshimi? Yaxshi, bu nimanda yo'qolib ketib ketsam, asli miyag mukini olib ekansan-da. Shirkatingga xizmatga taklif qilib qo'yib, o'zing yo'q degina ag'ina. Qaysi kun shayda chataq yo'q degandikan, men aralashmadim-ku. Ha, naymaninglar. Shaydani uyga olib qo'yamki deb men qantim. Pah. Voy, nimanda romantiksizlar. Mana oltin uzukka yoqut ko'z degan shu. Guli kapsizlar emasmi? Ma, meni mashinamni haydab olib qo'yadash. Bo'ldi, motoda barlichu. Dikkida turmushni qag'in o'zing bilsan-ku ag'ina. Gela. Shayda, yuztuvan qiz, anda bezan qilib qilsa olmaydimi? Eng yaxshisi mashina olib qo'y. Ma'qul adash, rahmat. Sen moto minib turar bugun. Ma'qul. Juring Shayda. Ma'qul adashamsa.
Yine hemen geldim. Ha? İşten çıktın mı? Hazır bir kaldım. Mandaqqa yashadash. Imron degan Go'ynovalisi o'g'irlikchi Qashqarga kira qiladi ekan. Ha, fursat biz keldi. Sen hozir qaytib berib, tayyorni obdan qilib, shosh og'inangni uchun tepib qara. At ana mashinasiga o'tirib, yag'onlardan kira qilib Qashqarga borsa. Maqsad mashinadagi telefonni elash. Tushundingmi? Ha, tushundim. Shosh og'inangni uchun topadash. Bika ishdan sirg'ash chiqmasa. Xotirjam bilan men kim o? Nasıl ben yürüyeyim? Ben yapırıp koyar? Oy, bayvacca maşin qina. Ha, Dilyar şeyden aylandırıp apırıp koyay digen. Şunu bədəm adaş. Ben muhabbet yapsam bir Türk gelsen de. Ay, çatak yok. Senin bir xeterlikin için kalpakım ben ki. Yo, ha. Özün kiyemsi ya? Ha, işkandı bah, mən avalay. İsmen ışkılı bika qadi koymab ki senin ha? Maşindeki rahat emas mı bu? Yaxshimsiz? Nima bo'lyapsiz? Men shuncha qo'rqinchliqmikanman? Rifat, men siz necha qatim dedim, do'kon kelmang-da. Sizni ko'rsam bearam bo'lmay bilmamsiz? Uning ustiga qarang, men siz o'ylagandek uncha yaxshi qiz emas. Buni-chi qarang, gul-guli keldi deymiz. Biri yaxshi, biri yomon. Men sizning yomonligingizni tirishib yaxshi qilsam, mening yaxshiligimni tirishib yomon qilma demisingiz bo'ldi-ku, ha? İkimiz uchun mos kelmaymiz. Siz degan kelgusidan qodir bo'ldigan odam, men degan odatdagi bir do'kondor qiz. Shuning uchun bunda ham xiyollaringizni qo'yib, eng yaxshi o'zingizning ishini qilib tushirsangiz bo'ladiki. Mencho, unda belibosh yigitlarda emas. Men sizni opangizni qoyil qilib, sizni ma do'kondan qutuldirib olsam bo'g'di, ha? Quruq gapangizni qo'yib chiqding, ha? Bekam qo'shni qo'limdan ko'rib qolsa, gap qoldi menga. Ma'qul. Uni qaysi taraf qo'ydinglar? Oyoqda. Bu Allah azlaq qopqi. Siz otamsiz ya uyga kirib lag'ma aytib yotamsiz? Bu onlarni bag'o taraq o'zimning pulini sanab olgan bo'lgandan yemdim, satamdim yoki tomoq etib qo'shnimga akirib beramdim, o'zimning ishidan, ha? Qaringiz bo'lmasin. Ya shu tugab qolsa ballag'da akeldirib beray degan boshqa maqsad yo'q. Ha, menda deb qo'ying. Bu qizil olmaning o'nlarini bag'o siz atoyda akab bermisingizmi? Ha, akab G'alaba. Avar bo'psiz. Qashqa mağamsa? Barman. Ekama maşından havalını koydum. Başka maşinaga bas o'xshamaydi. Beralsang barman. Qo'licha taqib. Chiq. Vallahi menlar. Ya xapamay past o'tdasan optika. Mashinang 5 kishisiku. Ya 5 kishiliga 5 kishilik aya o'tdasan bo'lmay past tushib o'tira. Mashinang satamsan. Quvvoscho 5ingdan o'tiraman. Mamdoq. Imron ochganmi bu? Menda hunarlarim bor deb qo'y. Turmush sal qiyinchilik qilibdi. Naymanglar, menim chiqirib olamsiz ya. Pulni uchun malaqaran chaqira qo'ydim. Adash, mashinasi 5 kishilik. Ha, shundami ya? Ey, malaning hammasi sening tikoring degina. Chiroyli og'zing olgandikan, demamsa o'ri yo'q deb. Bir chiroyli yaqqos qopqin turibmi edi? Ochiqlan juma Imron. Va yurkin sayibtishini olib qoldi. Ha? Qadi, sen necha kun tursizlar? Aqsuqchani 4-5 kun cho'gilab keldi deb o'ylashyapmiz. Ya Adash,
Urumchiga boramiz. Va chata yo'q, nega desang shu yerga ketdik. Unda havas var men İmran'dan sayet akire, meni xotiram xotirlab qo'y. Mening mehmon qilg'ini bo'lib qolsin. Yazang badash. Chata yo'q. Men borolmaydigan bo'lib qoldim, chiqib ketinglar mashinadan. Abay ma'ma degan tongo. Zıxlab o'tmay ya. Shayga bormiz shundami? Ha. Akila telefonini men saqlab qo'yay. Ya sana beray ya. Alash, telefonni sen yaxshi saqla. Bo'lmasa Nargiza bilan ishlarning hikoyasini boshqalar ko'ra qoldi. Ha İmran? Ma'quli. Mashinangni bay bado. Shayga, ha? O't oldirib beraymi ya? Aldırmay desa. Ching'iroq o'tiranglar. Ma'quli.